qo'yamiz. Faqat tugatishga. 80 ming so'mdan. Ana. Hech qayerda bu baho bo'lmagan. Urganchda pora bilan. Bularda ham 100 ming so'm qo'yamiz. 100 ming so'm. 100 ming so'm qo'yamiz ana. Bularda ham. 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan zo'r bahoda lekin. Ajoyib. Endi Assalomu alaykum hurmatli foiz obunachilarimiz, sizlarga zo'r yangilik, ko'pchilik obunachilarimiz aytdi, Alloh shukr, Qasam Feruz Epkangni arzon, reski, musko yeyindan chiqarasan, ko'pdan beri ko'rmaydik degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa sizlarga Urganch dehqon bozorimiz Pavlon orqa tarafi 5 blokning yon taraf ugloyida joylashgan Feruz Epkamizni ayollar va erkaklar og'alarimizning kiyimlarini birgalikda yangiligi, narxini ko'rib chiqamiz. Undan oldin videomizga bir like va obuna bo'lib turing. Esa bizlar videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Feruz aka. Kim? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'psiz? O'zingiz Obunachilar kutaverib charchadik-ku sizni. Shu obunachilarga bir yangilik qilaylik. Ketdik. Boshladik. Qani boshladik, ha? Qarab turing. Mana paltolarda 200-180 qo'ygandik-a? Avon. Ikki yag'lamalarda, boshqalarda. Bular hammasini bugundan 80 dan qo'yamiz. Faqat tugatishga. 80 ming so'mdan. Ana. Hech qayerda bu baho bo'lmagan. Urganchda aylanib chiqsa ham 80 mingdan kurtga bermagan. Ikki yon tomonlama. Ava, ikki yag'lama, dublonkalida ham berib yuboramiz. 80 mingdan. 80 mingdan qo'yamiz. Faqat tugatishga. Tugatish. Qorasi bor, jigar rangi bor. Mana bu yoshi katta ullabkalarimizga ham 80 mingdan. Paltolar, Paltolar. 80 mingdan qo'ydik. Kurtka ham, palto ham no topsa 80 ming so'm. Gap yo'q. Kelishdiki? Kelishaversin. Ne dedi bu? Tugatishga. Feruz aka. Mesela boshqa xususiy do'konlardan olsa necha so'm turibdi shunlar bahosi? 100 so'mdir mana. Hozir hamma tushiryapti 100 ga. Men 80 qo'yib berdim mana. 80 Hammadan arzon qo'yib berdim. Bular kurtkalarim, mana kostyumlarimizni 50 mingdan qo'yganmiz. Hali ham 50 ming so'm. 50 ming so'mdan, eng Ava, 50 ming so'mdan. Keling. Qarang, bizlar ko'jasini ham netik buni, ko'jasini chaqli rangi bor. Ko'jasi nima? 2 xil, 3 xil sveti bor. Rasvetkasini ichki bo'ladi endi. Bu biri. Avon. Mana, bu ikkisi. Ha? Avon. Yana bir xili bor. Mana 3 xili bor. 3 xil, 4 xil svetlar qarab beraman. Hay? Gap yo'q. Yo'q, bu jinsiga. 10 so'm, 10 so'm nariga 15 Shunda so'm. bular bahosini aniq, asl bahosini necha so'm? 50 so'm bo'ladi. 50 ming so'm. Bular 80 ming so'm. Bular 80 ming. Zo'r. Jinski ham bormi bizlar? Chalonlarimiz. Sharullar bor. Bular 50 mingdan har doim tugatishga, bular 80 mingdan, erkaklarimizni ko'ylaklari. Qara. 50 ming so'mdan. Feruz aka. Hang. Ayollarimiz uchun chalonlarni chaqil razmeri bor. Yo'q, razmerlar tugagan. Standart razmer tugatishga hech qancha qolmadi shunchalik. Erkaklar ko'ylagi 1XL dan 6XL gacha bor mana. 1XL dan. Mana shu 6XL eng kattasi. Ko'rasizmi? 6si. Eng kichkinasi 1XL. Rasvetkalar bormi? Bor, rasvetkalari dim ko'p. Oqi pushtisi bor. Ular 100 so'm. Mana ularimiz 35 mingdan. Mana ranglari bor. Jigar rangi bor. Mana ko'ki bor. Ko'ylaklarimizdan ham bor svetlari mana. Ha? Endi zo'r joyiga keldik. Erkaklarimizda triko'lari bor. 64 gacha. 64 gacha. 62 razmer. 58 dan tortib, 62-64 gacha bor. Bularda 30 mingdan berib yuboramiz. 30 ming so'mdan? 30 ming so'mdan beramiz. Bu tugatsa demaylik, izlab yo'q, bormi? buni izi ko'p. Mana. Ko'rdingizmi? Mana 62si. 62 razmeri, zo'r. 50 so'm. Zo'r baho lekin. Svetlari bor, qarang, qora, Avon. kulrang, siyoh rang, ko'k. Shunda 4 xil svet ekan. 4 xil, 5 xil sveti bor. Faqat bular 30 ming so'mdan. 30 Ko'rdingizmi? mingdan. Hamma yer 45 sotyapti. Bemalol so'rab kelaversin. Qimmat bo'lsa, men buni mutga beraman unga. 30 ming. Agar 30 mingdan topsa, men buni mutga beraman. Gap yo'q aka. Yana keyin. Jenskiy ko'ylak ishtolar 65 ming so'm. Bugun erta demayman, har kuni 65 dan qo'yib beraman. Har kuni. Har kuni. Izina bo'ladimi? Izi bor buni. Mana toshli, mana qoshligi ham bor, qoshsizi ham bor mana. Ko'ryapsizmi? Qoshligi, aloligi, xermizligi mana. Ko'rdingiz-a? 65 ming so'mdan qachon kelsa bor. Gap yo'q. To'ppilarimiz bor. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. Mana ko'ryapsizmi? 1 yashar, 2 yashar, 3 yashar. Yo'q, bu ketaveradi, cho'ziladi mana. Ko'ryapsizmi? Nelar ham bor sizda ham boshlandi. Sasraqmi? Sochlari bor, chochsizi. Bular 15 dan. 15 ming Jenskiy. Ko'ryapsizmi? Cho'ziladi lekin. Cho'ziladi oxirida sifatlar vobshim a'lo darajada. Sifati a'lo. Qarang, xalqimizga aytib qo'ying, eng asosiysi bu ishlamayam narsa, masalan, to'g'rimi? Yo. Mana buncha narsani kiyimlarimiz. qarang, bunchani kiyib ulgurmayman men o'z jonim bilan. Bular hijolat olmasin, ko'na emas. Faqat toza vajlar. Mana.
Doim mahsulot obunachilar. Tijorat olmasin, chista Xitoy. To'ppilarimiz mana har xil. Kunda to'kiyapmiz. Ko'pchilik obunachilar kommentariy yozib chiqadi. Ishlab chiqarishmi deydi. Yo'q, ishlab chiqarish emas. Ishlab chiqarish mana bular. Ha. Bular ishlab chiqarish. Tirkola ishlab chiqarish. Lekin bularni Xitoy bu yog'i. Puliga qarab ketaveradi. Endi keyin yana mana bular 100 so'mdan ko'ylak ishtonlar bor. Hamma yer 120 mingdan kam sotmayapti. Qo'rqmay aytaveraman. 120 ming qo'yyapti. Mana bu. 120 ming so'm. Biz 100 so'm qo'yib beramiz. Mana. 120 ming so'mdan. 120 mingdan kam sotmayapti. Borib so'rab surishtirib kelaversin. Mana, ko'ryapsizmi? 120 dan kam sotilmayapti bular. 120 mingdan. 50 so'm. Qani ko'rsating qani. Ina obunachilar kelay ko'rganlaringizdek. Zo'r lekin. Svetlari bor mana. Mana shu yerda hammasi mana alohida qilib qo'yganman. 100 ming so'mdan. Ko'ryapsizmi? 100 mingni. 100 ming so'mdan qo'yamiz. Faqat usti bor buni. Yo'q, pori bilan. Yuqori past. Yuqori past. Boshladingmi? Keyin Mana, zamoylilari ham bor 100 likda. Bor. Zamokli so'm bor. Zamoklilari ham bor mana. Ko'rib oling. Mana obunachilar ko'rganlaringizdek. Mana emblemalari bor. Shu narsani Mana. Bu kiyilmagan hijolat olishmasin. Yo'q. Shu narsalardan, ko'ylaklardan giysangiz ham kela. Misal o'ziga yetkazsalar 180 gradusda. Bularimiz bor. Pori bilan. Bularda ham 100 ming so'm qo'yamiz. 100 ming so'm. 100 ming so'm qo'yamiz mana. Bularda ham. Shikolat baho. Ava, shikolatmi? 100 ming so'm. Mana oqlari bori ham bor, ko'ring. Gap yo'q. Endi bularimiz bor. 1-sinfdan 5-sinfgacha 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. Bori bilan. Bu koftalarni hamma yerda 60 ming sotyapti. Biza 50 mingdan qo'yib yuborganmiz. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Qachonki kelsa 50 ming so'mdan mana. Yoqali, yoqasiz. Tugatish bo'lmaydi, xudo Yo'q, xolasa. xudo xolasa bor. Izi bor. Endi eng zo'r narsa qarang, koftalarimiz bor mana bunday. Velvet usti, mana ko'ryapsizmi? Dim chiroyli. Svetlari ham dim ko'p. Ko'rdingizmi? Mana. Uzun fasoni ham bor. Bularni biza 60 ming so'mdan qo'yib beramiz. 60 ming so'mdan. Mana 60 ming so'm. 60 ming. 70-80 sotilyapti. Sen narsa bo'ladi, shundan narsa soladi? Bular razmeri standart bo'ladi. Svetlari dim ko'p. Mana. Qanday svet deydi? Koftali desa koftali topib beraman mana. Ha, koftali desa Bu koftali koftasi. Ava, bu uzun fasoni. Ha, uzun qilsa. Uzun xili. 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan zo'r bahoda lekin Ava. ajoyib. Endi bu yerda 40 ming so'mligimiz ham bor mana. Shikolat bahoda turibdi, deb Kelaveringlar, ulgurib qolinglar mana. Lekin buni ko'rgandan keyin 10 kun, 20 kundan keyin kelmasin. Bugun chiqardingmi, ertaga kelsin. Yo'q, bir hafta kutaylik. U bir oydan keyin kelib shuni demaydi-yu. Necha so'mdan qo'ydik shularni? Bularni hammasini shularda 40 ming so'mdan qo'ydik mana. Ana. Yana shiqqi bahochi. Ana. 40 ming so'mdan ham bor mana, katta, ullagina, kengina. Mana 1 2 3 4 5 6 7 10 xili bor. 10 xili. Ulgurmadim. Gap yo'q, obunachilar ko'rganlaringizdek. Qarang, mana bu kurtkamiz bor-ku. Bundan qopda bor, ertaga to'kaman bu kurtkani. Ava? Qopda bor. Bularni ham 80 qo'yamiz. 80. 80. Taxminan necha donasi bor? Qaysilar? Taxminan. Ular 40 ming so'mdan. Qarang, eng kichkinasi 8-sinfga, eng kattasi sizga bo'ladi. Ha, eng kattasi menga. Mana sizga bo'ladi. Ya'ni meni go'dam bo'ladi ekan. Men ham 70 kilogram bormi? Ha, endi 70 kilosi. Eng kattasi siz. Gap yo'q, xudo xolasa, esa Feruza akamiz xudo xolasa sizlar uchun xizmatda. Feruza aka xalqimizga muomalani zo'ratib, zo'r baholarda beraverasiz, skidga baholarda. Ulgurib qolsin. Erkak-u ayollarga 80 ming so'm. Nomeringizni ham qo'yaman. Qo'yib tashlang. Ha, ko'pchilik aytibdilar. Siz aytdingiz-ku, men 11-12 dan telefon urdilar deb. Yo'q, unda Bundan kechda buni bezovta qilasiz, Kunduzi mana shu yerda bo'lamiz. Agar odamimiz ko'p bo'lsa olishga ulgurmaymiz. Lekin kelaversin. Mestani topib kelsin, qilib beramiz. Faqat ulgursin. Obunachilar ko'rganlaringizni xudo xolasa, skidkamiz esa boshlandi. Bemalol kelib, xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Eng asosiy Xitoy tovarlari. Uzun xili ham bor, kalta xili ham bor mana. Xitoy tovarlari mahsulotlaridan gap turibdi. Xudo xolasa sizlar uchun Feruza akamiz xizmatida. Videoga like va obuna bo'lib qo'ying. Sog' salomat bo'lasizlar.